bronxialni astma va astmalarga behini olamiz. Возьмем бронхиальный астмы и кашли, все. Ayvu обыкновенную. Возьмем. Bo'lib olamiz, maydalab olamiz. Urug'larni yo'qotmaymiz. Urug'i juda ham kerak. Bu ham aytaman hali. Выжать sok. Sokini chiqarib olamiz. Sokini chiqaramiz. Выжать sok. Ayvu обыкновенный. Endi yo'talga bronxit, bronxialniy astmaga behini sokini quyamiz. Behini sokini quyamiz va behini sokini olamizda ho'l, ya'ni ho'l, balg'amli astma. При влажном бронхите, бронхиальной астмы и при влажном будем употреблять сок айвы и уксус, яблочный натуральный уксус. Ya'ni ho'l bo'lib yotganga o'shani ichamiz. Ertalab kechquruncha 100 gramm urib oling, вообще zo'r. Пейте на здоровье и все. Второе. Ikkinchisi, agar sizda quruq yo'tal bo'lsa, bronxialniy astma bo'lsa, qurug'i, bunga sariyog' qo'shamiz. Sariq yo'q. Tushundingizmi? Toplёное масло. Добавим, если у вас сухой кашель, добавим вот этот топлёное масло и уксус. Топлёное масло тоже 1 столовая ложка или так, чтобы размягчить. Вам понятно? Yumshatish uchun. Bu nima qiladi? Anemiya, gemoglobin, bemorlar, homiladorlar ham. Железо, shunaqangi при железно-дефицитном анемии. Вообще zo'r. Temir moddasi kamligiga. Oqqondagilar ham ichaversin. Tushundingizmi? Yana ikkinchi usulni ham aytaman. Bo'ymadorong bilan mana ekan bronxialniy astma, ana ularga, yo'tallarga bomba. Ikkinchi videoda ko'rsataman.